Yo'qga qo'ying, bu yo'qga olmamki. Mana bunaqasiga qo'ying. Chotki. Ixtiyot. Zo'r bo'ldi aka, mana mana shu yerga qo'ying. Xalaqit qilmaydi ukan. Yo'q akajon, ko'ngli xotirjam bo'lsa o'zim qarab turaman. Voy axfri, zo'r mashinada xudo xolasa mashinadan bitta olaman. Voy, mana nima qotdi? Aka. Oling mashinani, qanaqa mashinada turganini ko'ryapsizmi? Hozir 1 minut. Assalomu alaykum xo'jayin. Yaxshi keldingizmi? Aytgan mashinalaringizni hammasini treylerdan tushirib qo'ydik. Qolgani skladda. Xo'jayin, Sparkga keldingizmi? Ertalab mashinam buzilib qoldi. Usta o'rtog'imi? Tashladim deb o'zini mashinasini minkaverdim. Juda ham yaxshi bo'ldi. Yomg'ir ham yog'yapti. Yuring, ofisda gaplashamiz. Xo'jayin, tasdiqlangan hujjatlar. Yaxshi. Botir, ana bu ekan. Xo'jayin 3 kun bo'ldi ishga olganimizga. Juda ham yaxshi bola ekan. Ismi Doniyor. Yaxshi, omadini bersin. Lekin biz korxonada bunaqa kibrli edi. Joyi yo'q. Ertadan o'ziga boshqa ish qidirsa.